Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi Pakistan'da yaşayotgan Xitoy tavalligidagi Uyg'urlardan BDT Musafirlar Mahkemesiga panohlik iltimos sungan va BDT Musafirlar Mahkemesi tarafidan qaytarilishga bo'lmaydigan panohlanuvchilar guvohnomasi berilgan oilalar bilan aloqa qurib, ularning qarali to'shib ketgan panohlik guvohnomalarini yanglab berishga o'tgan. BDT Musafirlar Mahkemesining 22 fevral kuni radiomizga avatgan javobida Musafirlar Mahkemesining Pakistan ishxonasining darhol Uyg'ur musafirlari bilan ularning guvohnomasini yanglash to'g'risida aloqa bog'laganligi va ularning rasmiyati bajarilayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, buningdan 2 hafta avval Pakistan soqchi doiralari va istixborot xodimlari Rawalpindi qatorliq joylarda turishliq Uyg'ur musofirlarini izlab kelib, agar ularning BDT Musofirlar Mahkemesi tarafidan berilgan panohlik guvohnomasini darhol yanglamasa, Pokistonda davomli turishiga bo'lmaydiganligi, ularning Xitoyga qaytarilishi mumkinligini uqtirgan. Yaqinqi yillarda Xitoyning Uyg'ur aynidagi bostirish harakatining qabihlashishi, shundaqla Pokistonning Uyg'urlarni bostirishda Xitoyga keng ko'lamli hamkorlashishiga ergishib, yillardan beri Pokistonda yashayotgan ba'zi Uyg'ur oilalari BDT Musofirlar Mahkemesiga panohlik iltimos sunib, BDTning Xitoyga qaytarilishga bo'lmaydigan kishilar guvohnomasiga erishgan. Sanjihatdan ancha ko'p bo'lmagan Xitoy tavalligidagi bu oilalar bu guvohnoma bilan Pokistonda yashab kelgan bo'lsa-mu, lekin bu vaziyat o'tgan yil 10-oyda o'zgargan. Bu oilalarning radiomizga aytishicha, BDT Musofirlar Oliy Mahkemesining Pokistondagi ishxonasi o'tgan yil 10-oydan boshlab bu oilalarning qaytarilishga bo'lmaydigan panohlik guvohnomasini yanglab berishini to'xtatgan. Bunun bilan panohlik guvohnomasining vaqti o'tib, Pokistonda qonunliq turish salohiyatidan ayrilib qolgan bu oilalarning Xitoyga qaytarilish xavfi tug'ilgan. Shu munosabat bilan biz 21 fevral kuni Janvadagi BDT Musofirlar Oliy komissarining ishxonasiga xat yozib, shundaqla telefon qilib, ulardan Pokistondagi Uyg'ur musofirlarining panohlik guvohnomasini yanglab berishni rad qilishiga tushuncha berishini, rad qilinishining sababi va Uyg'ur musofirlarining Xitoyga qaytarilmasligi uchun qanday tadbirlarni oladiganligini so'radi. I'm not up to date on this particular situation with the Uyghurs. Williams xonim muxbirimizga o'zining bu ahvoldan xabari yo'qligi Musofirlar Mahkemesining Pokistondagi ishxonasi bilan aloqalashib, shularning javob berganligini aytgan. Radiomiz muxbiri 22 fevral tong saharda BDT Musofirlar Mahkemesining javob xatini topshirib olgan edi. BDT Musofirlar Mahkemesi Pakistan ishxonasining tashqi ishlarga mas'ul oliy amaldori Ayofi McDonald'ning radiomizga avatgan yozma javobida mundaq deyilgan. Bosh shtabdagi xizmatdoshlarim sizning talabingizni biz bilan o'rtoqlashdi. Sizga ma'lum bo'lgandek biz individual delolar haqida so'zlamaymiz. Biroq sizga shuni ayta olamanki, bizning guruhimiz munosabatli kishilar bilan ularning guvohnomasini yanglash to'g'risida aloqalashib bu mashg'ulot navbatda tizimga ilingan kishilar uchun elib berilmoqda. Pokistondagi Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarining bildirishicha, BDT Musofirlar Mahkemesining Pokistondagi ishxonasi 22 fevral kuni Uyg'ur musofirlari bilan aloqalashib, ularning payshanba kuni, ya'ni 23 fevral kelib panohlik guvohnomasini yanglab ketishini uqtirgan. Uyg'ur musofirlarining ishiga yaqindan aralashib kelayotgan kishilik huquq faoliyatchisi, Pokistondagi Umar Uyg'ur vaqfisining qurg'uvchisi Umar Uyg'ur 22 fevral ziyoratimizni qabul qilib, musofirlar ishxonasining Uyg'urlar bilan aloqalashganligini dalilladi. Bugun soat 3da Yunasiyadan telefon keldi. Katiya bo'ldi, apkitanglar deb biz misalda dunyodagi har yerda Uyg'urlar biz email adresini bergan, bizim sağlanırken elhamdülillah bizga bular degan telefon qilib, erta soat 9da kadni apkitanglar dedi. Bu yaxshi bo'ldi bular elhamdülillah. Hozir bichalik Uyg'urlar xatiri yo'q hozir. Bunishga qonunlik bo'ldi bu hozir. Navbatda BDT Musofirlar Mahkemesining Pokistondagi ishxonasining o'tgan yil oktyabrdan boshlab Uyg'ur musofirlarining panohlik guvohnomasini yangilashni nima uchun to'xtatganligi ma'lum emas. Pokistonda BDT panohlik guvohnomasi bilan turayotgan Uyg'ur musofirlaridan Hoji Niyozning radiomizga aytishicha, 2 haftaning oldida Pokiston soqchilari va istixborot xodimlari ularning oilasiga izlab kelib, agar ularning panohlik guvohnomasi darhol yangilanmasa, Pokistonda turishiga yo'l qo'yilmaydiganligi va Xitoyga qaytarilishi mumkinligini aytgan. Men soqchilar bir 15 kun oldida bir jihatda qattiq avarish hisobida berdi. Shu
Dokumentin yok ya, kolunda ninan yok ya, o kart olmagandaki ma evindeki kirayı namdaydigan binası var. Bunu adamdık. Adamagandaki ma evini egişini avar kıldık ya. Bunu dekim cizini avar kılıp şuna bir dokument olmuşsa bu kartı yengişler vermişse bunda kalmışız tutsam olmaydı. Degende bir yerde bulunup ya da şu mümkünümüz cıhvalarımızda cıhvalar kıstı ya da bir 3-4 günde bulup biz yarın bir mümkünümüz biz kayaklarımızda da mesela ketti Adren'de kaçan kerde şu başına bir nimet tırvatımız endi. Devletin şu amalık organları değil malı nime böyle SA'yı, FA'yı derken bu istihbarattaki malı FA'yı diyen bu cinayet işlerinin üstüne koşardı. Aşılar çilipmişler bir avarsız saldı. 15 gün burun geldi. Ya hazır kişilik kendi diyelim. Boz bir kendisi yaptırdıdan şuradan bozulma kart buluşu bu zürütücü kart bulmuş olmaydı bir yerde. Bu resmiyet bulmuş bula çıkardı hazır. Uzun yıllardan beri Pakistan'da yaşap kelayotgan 67 yaşlı Haji Niyaz ve onun 8 kişilik ailesi Xitoyning Uyg'ur elida 2017 yılı başlangan cho'ng tutqunidan keyin yani 2019 yılı BDT musofirlar ishxonasiga panolik iltimosida bo'lgan. BDT musofirlar mahkamasining uningga bergan panolik guvohnomasida uning bir panolik tilaguvchi sifatida BDT musofirlar mahkamasi oliy komissari ishxonasi tarafidan uning hayoti va erkinligi tahdidga uchraydigan davlatga qaytarilmasligi va uning qo'g'dilishi kerak bo'lgan shaxs deb qaralganligi ta'kidlangan. Haji Niyaz 21 fevral ziyoratimizni qabul qilganda o'zlarining BDT musofirlar mahkamasining Pokistondagi ishxonasiga guvohnomasini yangilash uchun borsa, ishxona xodimlarining guvohnomasini yangilab berishni rad qilganligini bildirdi. Şahıs panolik başvurduğu 5 yıl bu kal tövcüğü oldu hazır. Bunu 3 ayda bir yemişler verdi. 2 yıl oldu ama jildi bir yemişler bu kaldı bunu. Ma bir yıl 13 ayın jigimiz toşkan bu basak bu kartını yemişler verdi. Bu Afganistan'dakiler beşiktaş şu an milyon yatıdaydı o amcam Afganlar diyen. Bu kartını çıkarıp o toştu falan mıdım neyim oldu şunu falan. Bu Afganlar dördünden kilip Afganistan'dan bir bana başvuruyor. Üyü çededik ya bu dördüge. Çakırısı geldik ya. Biz onda kılaman yani onda boğandaki cüzünü aşkatağı iştifatı değil mi diye. Adı şu şirketin bağdık basak bu kartını toktuk koyduk. Kart dırdıgan toktan boğanda biz çakırtmızdı. O bron hele izletimizin kılıktı ama iş kişinin aldıda. Basak o kilimde dede havalımızı sorap maşına kıldı. Hazır basak o bizi karaydıgan edemi yok. Faaliyetçi Ömer Uygur'un aytishicha BDT musofirlar ishxonasining Pokistondagi Uyg'urlarning panolik guvohnomasini uzartib berishni rad qilishi ularga zo'r bexatarlik xavfi paydo qilib, ularning Xitoyga qaytarib berilishi uchun yo'l ochib bergan. Bu voqeaning oldida umr haj qilish uchun Saudiya Arabistonga ketgan Ömer Uyg'ur bu voqeadan xabar topgan amon umr hajni tashlab Pokistonga qaytgan. Uning radiomizga aytishicha, u Pokistonga qaytib kelib darhol Rawalpindi shahridagi bir Pokiston Oliy sud mahkamasiga ariz sunib, Pokiston davlat xavfsizlik organlarining panolik guvohnomasining qarali to'shib ketgan Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarishni to'xtatishni talab qilgan. Ömer Uyg'ur Pokiston sotining 22 fevral kuni o'zini chaqirib, sotchining Pokiston soqchi va istixborot organlariga Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarmaslik to'g'risida yo'l yo'riq berdiganligini aytganligini bildirdi. Bular vazorat daxlaga soqchilarga bergan notus qilmoqchida, chaqirib bularga gap qilmoqchida. Bizga ish bo'ldi hamda biz oldiga bormaymiz. Biz darhol harakat qilmasak, bu chatoq bu ish. Ishkama 11 dasira bular necha Uyg'urlar tutibadi. Shu vaqtda biz bunda harakat qilmagan. Alhamdulillah hozir harakat qilib darhol bu ishni biz yaxshi qildik. Alhamdulillah. Bugun kecha bilan bular telefon qilib, "Qani apkatanglar, ata biz bilan ko'shinglar" dedimda, ata ko'shmoqchi inshaalloh. Shu munosabat bilan biz 22 fevral ertaganda Pokistonning Washingtondagi elchixonasiga telefon qilib, ularning inkosini olishga tirishdik. Pokiston elchixonasi axborot ishxonasining bir xodimi elchixonaning axborot amaldori Maliha Shohidning hozir yig'inda ekanligi uningga keyinroq telefon qilishimizni aytgan bo'lsa-mu, lekin keyinroq Maliha Shohid telefonimizni olmadi.
BDT kishilik huquq oliy komissarining ishxonasi o'tgan yili 8 oyda o'zining Xinjiang dokladini e'lon qilib, dokladda Xitoyning Uyg'urlar qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. Shundaqdimi Pokiston Uyg'urlarni tutqun qilib Xitoyga qaytarib berishdi bo'lsin yoki BDTning yig'inlarida Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatini qo'llab, uningga ovoz qo'shishdi bo'lsin va yoki Islom hamkorlik tashkilotida Uyg'ur masalasining kun tartibga kelishiga to'sqinlik qilishdi bo'lsin, aktiv rol o'ynab kelgan musulmon davlatlarining biri bo'lib keldi. Pokistonlik bu voqeaning Kanada parlamenti texi yaqinda qarornoma ma'qullab, Xitoyga qaytarish xavfidagi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur musofirlardan oz deganda 10 ming kishini Kanadaga yetkazib kelishni qaror qilgan bir vaqt yuz berishi kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini qo'zg'adi. Kanadadagi Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining direktori Mehmet To'xtining ko'rsatishicha, hech qanday sabab BDT musofirlar mahkamasining Uyg'ur musofirlarining panohlik guvohnomasini uzatmasligiga bana bo'lanmaydi ekan. Jinoyat kategoriyasiga yaqinligi bu shu Yuanning Uyg'ur reportida va anda bo'lsa bu Uyg'urlar Yuanning reporti bo'yicha shu insoniyat qarshi ishlangan jinoyatga duch kelayotgan insonlar. Shunga buni Yuan qaytarmaydiganga o'zining qonuniysa shuni ijro qilish kerak. Yuanning fikrlariga yerlik ishxonasi yoki umumiy headquarter hammasi shu UNHCRning umumiylik ishlash qonuni bo'yicha vazifa ijro qilish kerak. Mayli yerlik olsun, mayli boshqalar olsun, o'zlarining qonuniy mas'uliyati va buni qo'llaydi. Fundamental o'zgarish yuz bermagan taqdirda hech qanday sabab bo'lmaydi. Uyg'urlar iltimosi qabul qilingan, ishlamga qo'yilgan, Haki onun karar çıkışı onu uzatib turish mas'uliyati bormi? Mehmet To'xtay Kanadaning oz deganda 10 ming Uyg'urni qabul qilish qarori Xitoyni qattiq beram qilganligini, uning Pokiston, Turkiyadagi davlatlardagi Uyg'urlarning g'arb ellariga ketishiga qarshilik qilishi aniq ekanligini, Xitoyning Uyg'urlarni Pokiston, Turkiyadagi davlatlarda texmi unumli kontrol qila olamiz deb qaraydiganligini bildirdi. Uyg'urlarning panohlik izlab Pokistonga ko'chishi 1949-yili Xitoy Kompartiyasi qurolli kuchlarining Uyg'ur elini ishg'ol qilishi bilan boshlangan. 1954-yili Xotanda portlagan qurolli qo'zg'olonning bostirilishi bilan yana bir qancha yuz Uyg'ur oilasi Pokistonga qochgan. 1963-yili va 74-yillarda Pokistonliklar bilan tuqqanchiligi bo'lgan yana bir qism Uyg'urlar Xitoy hukumatining yo'l berishi bilan Pokistonga ko'chib chiqqan. 1980-yillarda Xitoyning ishini ichib etib musulmonlarning haj qilishiga yo'l qo'yishi bilan Pokiston Uyg'urlarning haj qilishdagi muhim o'tkiliga aylanib, ba'zi Uyg'urlar savdo bilan, ba'zi Uyg'urlar o'qish bilan, yana ba'zi ayollar pokistonlik erkaklarga to'y qilish yo'li bilan Pokistonda o'ltiraqlashgan. Lekin 2001-yildagi 11-sentabr terrorlik voqeasidan keyin Pokiston bilan Xitoy orasidagi hamkorlik kuchayib, Pokiston Xitoy hukumati tomonidan gumonliq deb qaralgan nurg'un Uyg'urlarni Xitoy qaytarib bergan. Bo'libmi Xitoyning 2017-yilda boshlangan cho'ng tutqunida Pokistonliklarga to'y qilgan Uyg'ur ayollardan nurg'un kishi tutqun qilinib, lagerlarga qamalgan. Pokistondagi Uyg'ur faoliyatchilarining bildirishicha navbatda Pokistonda BDT musofirlar mahkamasiga panohlik iltimosi sunib, ularning panohlik guvohnomasiga erishganlardan 4-5 oila bor bo'lib, ularning jon soni 18 atrofida ekan.